Lo'bey, nima takror qilasiz? Nima takror qilasiz? O'rganib ketdim hozir. Voy, skillingiz baloq emas. Baloq emaydi. Men aytib qo'yamiz, ikki turimizmi, uchinchi odam haqida gaplashmaymiz. Netilishning uchastkasi ham kecha ko'rdingizda gap topolmay qoldi. Xijolat qilib qoldingiz. Nima qilasiz o'zi? Kecha nima bularni pochtani o'g'liga baqir-chaqir qilib kelgansiz, xotinlar bilan bolani pulini ololmadingizmi? Borsam xotiningiz o'zi kelsin. Qani xotinning o'zini chiqarib yuboraman. Pulni olsa u uyga olib ketadi. Olib ketadi. Mendan bir kun ashman bo'ldi. Hammasini yashab qo'ydim. Xotinlardan ham bas kelaman men. Ha, siz yomonsiz siz. Qo'shningiz g'ashimni keltirib qora jentrani olib. Ha, u reysaga o'zini uka sotib oldi deyishuvdi. Yolg'on ekan, znashman. Zo'r sovqa qilib keldi. Men jentrani buyuribdi maza qilib. Tilib keldi u xorom. Zo'r ishlab keldi. Reysaga nima chiqolmaysiz? Zapret bor-ku. Nimada? Xotin elementga berib yuborgan-ku. Birga yashaysiz-ku. Birga yashaymiz-ku. Berib yubordi, shuni salani qilib turibman. Iloji yo'q, sizni sportivga ham kiyib yuraman savatdan keyin. So'g bozorga boylar bilan chiqasiz-a, yakshanba kuni. Meni qiziqishim yo'q, ashlik o'la chiqaman xolos. Men jentres borib berib sal muzlar yuraman-da. Men yuring desam chiqib yurmaysiz. Bo'pdan g'iybat qo'shni kelibman, umra tura olmayman, kirib chiqavergan. Nima gap qo'shning? Turingchi, skillingiz o'zini haqimizga gaplashadi, g'iybat qilmaylik. Buni qo'ying, hozir kirib ketgan qo'shni bor-ku. Xotin elementga berib yuboribdi. Ha, bu jinni birga yashab beraveradi elementga. Reysaga keta olmaysiz dedi-da, xotini. Yomon ekan. Yomon yo'q qilib qoladi aka. Taxta nima oldi? Oxirida ish bor. Sizda bitta qiz bilan ko'rdim. Kirdi. Ketdilar mani qo'shni-voy. Ha, kirib ketdi. Turuqlar yo'qmaydi, abi men. Qo'shningiz turuq yo'qmaydi. Nima o'ranadi, bir-birini. Bir kun joyimizga mashinani deydi, qo'yib qo'yibdi. Va aytsam mashinangiz yoqib turaysiz deydi. Mashinam yo'q bo'lsam joyim bor demi? Mashina olsam ham bir turuq yo'qmaydi to'g'risi. Kecha traktorda ko'rdim, aeroportda turgan ekanlar. Sen o'zingizga aytsam tamom edib plos. Mana bir ko'ra rasm bo'lib aytaman. Tarqat olaman. So'yib chiqdi suvimlar ham. Birinchi men ko'raman rasmni. Suvimlar ham chiqdi. O'zmasin deydi, o'zi pul to'lamasa suvga ham. O'lgan pajaxon ochidim. G'ing tiqir. Uyqu yo'q qo'shni. Uyqu yo'q. Yozib bering. Ha, yozib beraman dedi, mana buni mo'shini qilib bergan-ku. Remont qilib berganda. Bo'shtangiz yo'q. Yo'q, o'shan bir yil pulni olib, bekor qilib berib, o'zini qo'shnichi deb qildirib olganman-da. Tilim qisirdan, tilgana bor. An test tibbidagi Bahrom qani? Ha. Menni qoramini chiqarib tikib yubordi-da. Haylam tuzalmaydi. Mana qo'lingizdagi yetilganmidi bu? Yetiluvdi-ku. Mana xotindan qo'rqib bashini qo'yibsiz nima, ovqat qilmayman deb. Yo'q, yetilgan. Taqir qilmayman. Qo'shni o'z xotin o'lganib ketadi, shunga ovqat qilib bering deb turib oladi. Mana. Nima bu? Nima qilmoqchisiz? Endi odamlarni qo'laymiz mashina. Qo'shni. Siz kallangiz ham ishladi, narsangiz ham yaxshi ishlaydi. Qarangiz, siz bilan gaplashaman. Samimiysiz, maza qilaman, g'iybat ham qilmaysiz. Men yayrayman sizni ko'rsam. Siz gaplashamiz-ku. Qo'shnilarimizmi shu? Ha, bilar xona qazimiz berganmisiz? Berganman. Bu hech kun bo'lib o'ynaylik biz. Ha, boramiz xudo xolasa, bo'ldi. Mana ham berib qo'yganman kecha plastik bolani pul tushgan. Ha, berganmisiz, bo'ldi. Xotin ham o'rganib qoldi. O'z kirib ketib qoldi. Qani?